Bugun sizlar bilan barakali bir liz chiqadigan negr shirinligini tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bir choy qoshiq sodaga limon suvini siqib, qatiq bilan aralashtirib qo'yamiz. Ikkinchi ishimiz un, kakao razag'ritelini aralashtirib, chetga olib qo'yamiz. Uchinchi ishimiz tuxumga shakarni solib, oqarguncha mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin esa eritilgan margarin, qatiqli massa va unli massani solib, 5 minut mikserda yana aralashtirib olamiz. Teng 3 bo'lakka bo'lib, go'shtlarimizni birin-ketin pishirib olamiz. Shpajka shunaqa quruq holatda bo'lishi kerak. Endi esa krem tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatilgan hamma mahsulotlarni birin-ketin solib, iz tushguncha mikserlaymiz. Hammasini grammlarigacha opisaniyada yozib qoldiraman. Yana bir sirni aytib o'tmoqchiman. Go'shtlar ideal holatda pishishi uchun hamma mahsulotlarning temperaturasi xona haroratida bo'lishi kerak. Pishgan go'shtlarning chetlarini kesib, krem surib, ustma-ust yig'ishni boshlaymiz. Chetidan kesib olingan go'shtlarni esa cho'ppir yordamida maydalab, chetiga va ustilariga sepib chiqamiz. Juda ham barakali va mehmonbob bo'lgan shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Videoim foydali bo'lgan bo'lsa, bitta reaksiya qoldirib ketish esingizdan chiqmasin.